ko'zi ko'r bo'lgan ikkita odam o'tirib oldi. O'tib ketayotganini payqashib turib, bittasi duo qildi. Parvardigor, meni o'zingni fazling bilan rizqlantirgin dedi. Ikkinchisi, Parvardigor, meni Zubaydani fazl bilan rizqlantirgin dedi. Haligi ayol eshitdi duosini ikkalasini, ketdi. Bordida Parvardigor o'zingni fazling bilan meni rizqlantirgin degan odamga 2 dirham sadaqa qildi. Meni Zubaydani fazli bilan rizqlantirgin deganga bitta tovuqni pishirib, butun tovuqni ichiga 10 dinor solib jo'natdi. Olib kelib berishdi. Parvardigor meni o'zingni fazling bilan rizqlantir deganga 2 dirham tegdi. Meni Zubaydani fazl bilan rizqlantir deganga 10 dinor tegdi. 5 kun 10 kun shu